Rahim boshda yoqdim. Yana bir karra assalomu alaykum. Barcha Global J oila a'zolarimiz, bugun Ramazon suhbatlari 7-qism va bugungi Ramazon suhbatlarida Farg'ona shahridan Farg'ona go'zal liderimiz, Farg'ona vodiysi top liderlar qatoriga kiradigan inson, Oriflame dunyosida juda ham ko'p yillardan beri mehnat qilgan, o'z mavqeiga, o'z joyiga, o'z qadriga ega bo'lgan. Bu insonni butun Farg'ona shahrida Farg'ona Oriflame onasi degan maqomi bor. Bu ham bejiz emas. O'zi 6 farzand onasi, qahramon ona. Hozirgi kunda kompaniyada sharafli starshi zolotoy direktor maqomida va sizlar bilan bo'lishga arzigulik gaplari ko'p. Xullas, efirni boshlaymiz. Marhamat, marhabo Nilufar opa. Efir sizniki, sahna sizniki. Chiroyli qilib kutib olishga tayyormiz va keling bugun o'ziz olovli efirimizni chiroyli qilib qalbdan, yurakdan yurakka yetib boradigan gaplaringiz bilan keling suhbatimizni qilaylik. Ekran nagadir oppoq, sveti solmi? Bo'ldi. Da, yaxshi. Qanaqa go'zal, mashalloh. Xush kelibsiz Nilufar opa Ramazon suhbatlarimizga. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Bo'ldi, men efirdan chiqib turibman. Omadli efir, bambichеский efirlar tilab qolaman. Agar savollarim bo'lsa, qo'shimchalarim bo'lsa, qo'shib turaman. Efir sizniki. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz hamkorlar, biznes partnyorlar, assalomu alaykum. Bizni endigina kuzatayotgan aziz mehmonlarimiz. Ro'zai Ramazonda bugun shunaqangi bir ulug' kunlarda sizlar bilan onlaynda diydorlashganimdan juda ham xursandman. Ismim Nilufar, yoshim 46 da. 6 ta farzandning onasiman. Hozirda Oriflame kompaniyasida starchi zolotoy direktor statusidaman. Oriflame kompaniyasiga kirib kelganimga 15 yildan ortdi. Oddiygina uy bekasi. Menimcha hozir oramizda uy bekalari, farzand tarbiyasi bilan o'tirgan dekretdagi ayollar juda ham ko'p bo'lsa kerak. Men ham Farg'ona Politexnika institutini, ekonomika fakultetini bitirganman. 19 yoshda turmushga chiqqan. Maqsadlari, orzulari ko'p qiz bo'lganman. Va turmushga chiqqandan keyin ishlashga xo'jayinim ruxsat bermadilar va farzandlar tarbiyasi bilan uyda qoldim. Uy ishlari, birin-ketin farzandlar. Orada 10 yil vaqt o'tib ketdi. Bilasizmi? 10 yilda ichida uy bekasi bo'lish, farzandlar bilan uralashib yurish, bularni hammasi orzu qilishdan, maqsad qo'yishdan meni to'xtatib qo'ygan ekan. Men buni sezmagan ekanman. 3-farzandim tug'ildi va farzandimda черепной давление tashxisi qo'yildi va men Toshkentga davolanishga bordim bolam bilan. Mana shu davr ichida 1,5 yil Oriflame'da kuzatuvchisi bo'ldim. Singlim Zuhrani hamma taniydi, brilliantli direktor. Borganimda Oriflame kompaniyasida endigina 12% ga chiqqan oddiy menejer edi. Va 1,5 yil davomida men Oriflame'da faqatgina kuzatuvchisi bo'lganman. Chunki Zuhra ijara uyda yashardi. Qiyinchilikda, bilasizlar, o'zga yurtda, begona shahar, qo'lida yosh farzandi, yangi oila qurgan edi. Va men ularni mana shu ijara uyini bir xonasida turganman. Bilasizmi, menda Oriflame'ga nisbatan birdaniga pozitiv fikrlar, biznes qilish fikri bo'lmagan. Chunki Oriflame deganda faqatgina singlimda qiyinchilikni ko'rganman. Tovar sotish, qiyinchiliklar, odamlarda kirdi chiqdisi, bu narsa menga yoqmas edi, to'g'risi. Har safar Oriflame undoq, Oriflame bundoq, orzularing amalga oshadi, pul topasan desa, to'g'risi men ishonmaganman. Orada mana shu 1 yil davr o'tish davrida men o'zimni singlimi hayotida
kichkina o'zgarishlarni ko'rdim. Chunki texnikalar sotib oldi, televizor, xolodilnik, mana shunaqangi mayda narsalar. Lekin bu narsalar meni biznesga olib kelish uchun sabab bo'lmas edi. 1 yil o'tgandan keyin Zuhra kompaniyada direktor bo'ldi va men oddiygina bitta tadbirga bordim. Mana shu tadbirga borganimda go'zal ayollarni sahnaga chiqishi, gullar olishi, sovg'alar olishi rostayam menga yoqdi, ishonsangiz. Mana uy bekasi bo'ladi-ku, o'ylab qoldim. Orzu nima ekan? Orzuga yetish uchun nimalar qilish kerak ekan? Maqsad qo'ymay qo'ygan ekanman. Faqat o'zimga savollar berib o'tirdim shu bayram kuni. Va meni eng yoqtirgan narsam sahnada gul olish bo'ldi. Insonlar bor, pul kerak deb keladi, kimlardir sovg'alar uchun keladi. Bilasizmi, ishonmaysiz. Mana shu sahnada turib gul olish men uchun bir boshqacha kayfiyat, boshqacha bir atmosfera bag'ishladi. Rostayam xohladim yulduz bo'lishni, sahnalarga chiqishni, Oriflame olamiga xuddiki boshqa planetadan kelib qolgan odamga o'xshar edim. Hammani kuzatishni boshladim. Hammani kayfiyati zo'r, chiroyli. Sahnalar. Men juda ham hayajonlandim bu narsalarni ko'rib. Oxirida tadbir tugaganda kompaniyada Antalya sayohati e'lon qilindi. 2009-yil. Kim boradi shu sayohatga deb rostayam takror ведущий zalda so'radi. Bilasizmi? Mana shu dengizlarda toshqini katta ekranlarda Antalya sayohatini ko'rganimda faqatgina yig'ladim. Juda ham xohladim borishni. Bilasizmi? O'zim uchun dam olishga emas, qizimni havo almashtirishga olib borishim kerak edi. Bir necha oy oldin Moskvaga borgan edik va dengiz havosi kerak edi deganda. O'zi o'ylasangiz, hayot tinch, to'kin sochinlik, turmush o'rtog'im biznesmenlar. Lekin nimagadir 15 yil oldin shunchaki chet elga o'zbek oilasida chiqib ketish bo'lmas edi bilet olib. Men o'zimni maqsadimni shu zalda topdim va o'zimga maqsad qo'ydim. Nima bo'lsa ham, qanaqa qiyinchilik bo'ladimi, menga ruxsat bo'ladimi, bo'lmaydimi, men albatta shu Antalya sayohatini qo'lga kiritaman. Ichimda shunaqa olov yondi, agar ishonsangiz. Ko'zim hech narsani ko'rmay qoldi. Tezroq ketib, tezroq shu Oriflame'ga registratsiyadan o'tib ishimni boshlashim kerak edi. Uyga qaytib keldik, registratsiya qildi Zuhra. Tezroq qilishim kerak. O'rgat menga, men nima qilishim kerak? Birinchi sayohatni qo'lga kiritish uchun. Men uchun shu sayohat. Va birinchi nima bo'ldi? Zuhraning gapi. Oldin registratsiya bo'ling. Oldin 150 ballingizni uring. Har 21 kunda $100 oshiq pul tikishingiz kerak bo'ladi. Ammo lekin tovarni so'ramaysiz. 2-3 oyda keladi, chunki Qozog'istondan olamiz. Shu qiyinchiliklarga tayyormisan, opa dedi. Meni hech qanaqa dastavka masalasi, produksiya hech narsa qiziqtirmas edi. Men hammasiga tayyorman. Direktor bo'lishim uchun, shu sayohatga borishim uchun, ulgurishim uchun nechta odam qilishim kerak? Faqat gapim shu bo'lgan. 60 ta, 70 ta, men 80 ta, 90 ta odam qilaman. Lekin baribir shu sayohatga boraman. Maqsadimni aniq qilib qo'ydim. Keldim. Siz o'ylaysiz, Farg'onada meni odamlar kutib oldimi? Menga kimdir rahmi kelib, Nilufar farzandini sayohatga olib borish kerak, yordam beramiz deb o'ylaysizmi? Yo'q, hech narsa. O'zim samolyotdan tushib uyga kelyapman. Rejalarim miyamda aylanadi. Nima qilishim kerak? Tezroq mana shu sayohatni qo'lga kiritishim kerak deb. Va qaytib keldim, ishimni boshladim. Qanday deb o'ylaysizmi? Savol bering. U payt bilasiz, damashniy telefonlarda ishimiz. Internet degan narsa yo'q. Faqat internet kafelarda bo'lardi. Uni men tushunmas edim.
uyga kelib ishimni boshladim. Turmush o'rtog'imdan yashirinib ish boshlagan ayolman, agar buyog'ini so'rasangiz. Rosa ham qiyin bitta uyda turib, turmush o'rtog'ingizdan yashirib biznes boshlash. Lekin men shu qarorga keldim. Chunki men xo'jayinimga agar Oriflameda ishlayman desam, bu aniq edi, meni haydab borishlari. To'g'risini aytaman. Bizda ayollar ishlamaydi. Sekin o'tirib ishimni boshladim. Birinchi qilgan ishim tanishlar ro'yxatini tuzish. Eslasam, 10 yildan beri hech kim bilan bordi keldi qilmay qo'ygan ekanman. Chunki menga ishlashga ruxsat bo'lmagan. Faqatgina farzandlarimni privivkaga olib borishim turmush o'rtog'im bilan yoki mana shu to'y bayramlar bo'lganda oilaviy yig'inlarda faqat ishtirok etardim. Tanishlar ro'yxatim bor ekan. Inson tirikki odam bo'lar ekan. Ularda telefonlari bor. Domashniy telefon orqali ularda taklif qilishni boshladim. Juda ham og'ir davr. Zakaz urganingizdan keyin 21 kunda mahsulotingiz kelmaydi. Siz shagoviy programmasi kuymasligi uchun ikkinchi marta zakaz urishingiz kerak. Qachonki siz 3-shagda urganingizda, keyin 1-shagdagi mahsulotlaringiz kirib kelishni boshlaydi. Lekin meni qarorim qat'iy. Men hayotda $300 bor insonlarni qidirishni boshladim. Bizda mijozlar bilan ishlash bo'lmagan, chunki oddiy mijoz shampun yoki gel-dusha o'zi uchun zubni pasta zakaz qilsa 2 oy kutmaydi-ku. Shuning uchun bizda ishda faqat bizga biznes qilaman degan insonlar kerak bo'lgan. Va men $300 bor insonlarni qidirishni boshladim. Uchrashuvga turmush o'rtog'im uyda yo'q paytida, bilaman, kechqurun choyxona bo'ladi erkaklarda. Mana shu davrda, choyxonaga ketgan davrda men uyimga odamlar taklif qilaman. Pirog pishiraman, shirinlik, pechonnilar, chunki domashniy ayolman. Uyda pishiriqlarni pishirib, chapitiga taklif qilaman. Oriflame demayman, zo'r yangilik bor, keling. Men shunaqa zo'r pishiriqlar pishirdim, mazza qilib chapiti qilamiz deyman. Va menda mahsulotni sotish ham imkoniyati yo'q. Zakaz olib borib berish imkoniyati yo'q, ishonsangiz. Faqatgina shu zakazni olaman, ochib, zalga bezatib qo'yaman $100 tovarni. Kelgan odam chapitidan oldin mahsulotlarga ko'zi tushadi stol ustida. Voy, mana nima, bu nima? Atirlarni ko'rishadi, kremlarni surib qo'yaman, krem для telalarni. Reklama qilishni boshlayman va o'tirib, bilasizmi, shunaqa zo'r biznes boshladim. Ham katta pul topasiz, ham chet el sayohatlariga borasiz. Agar $300 topib shu biznesga kirishni xohlasangiz, men sizga yordam beraman deb, mana shunday qilib odamlar taklif qilishni boshladim. Va harakat bilan 9% ga chiqdim. 3 ta katalogda. Bu degani bizda 2 oy. Va meni tagimda 5 ta 6 ta odam paydo bo'ldi. Bilasizmi? O'sha paytda bu shunaqa menga motivatsiya berib, shunaqa meni ruhlantirdi, chunki men aniq bilaman, shu tagimda 6 ta odamga kerakman. Meni hayotimda mazmun boshlandi. Go'zallik boshlandi. Bilasizmi? Horg'in, tolgan, kechalari uxlamaydigan, qo'lida kasal farzandi bor ayol uchun bu bitta chiroq bo'ldi. Qalbimda chiroq yondi. Shunaqa menga yoqadi insonlar bilan ishlash, go'zallik ulashish, mahsulotlarni ishlatish. Shunaqa qilib o'zim ishimni boshladim. Va atrofimda uyda o'tirgan holatda ko'chaga chiqmasdan shu ishni qildim. Faqat taklif qilayotgan odamga aytaman. Odam taklif qilasiz, agar biznesni boshlashni xohlasangiz. Voy, qilaman. Faqat bitta shartim bor. Siz meni to'g'ridan-to'g'ri uyga chaqirib kelmaysiz, yo'lda ag'ida turasiz. Agar ko'chada qora mashina turgan bo'lsa, kirmaysiz. Qachon shu mashina ketganda keyin chaqirasiz. Opa, u mashina qancha turadi? Men bilmayman. Agar baxtingiz bo'lsa 10-15 minutda ketishi mumkin, bo'lmasa 2 soat. Qarangki, shunchalik odamlarga Oriflame'da
zo'r qilib yetkazmaganmanki, kerak bo'lsa odamlar 1 soatlab ko'chada yo'lda u yog'ida mani xo'jayinim chiqib ketishini poylashgan. Mashina ko'chadan chiqib ketadi, men ularni yo'ldan olib kirib, uyda o'tirib, master klass qilib, kerak bo'lsa boshlarini yuvib, sochlarigacha quritib qo'ydim. Men hech qachon bu narsadan, ba'zi odamlar bor-ku, g'ururi baland keladi. Men qilmayman. Yo'q, men hamma narsani qilaman. Chunki men mahsulotni reklama qilishim kerak. Menda boshqa variant yo'q. Yuring, bizni shampunlarimizni ishlating, balzamlarimiz. Voy, opa deydi, davay yuring vannaga olib kirib ketib, sochlarini yuvib, balzamlab, shampunlab, effektlarini reklama qilgan. Chunki mahsulot bilan men rekruting qilganman odamlarni. Va mana shu mahsulot yoqqan odamlar, voy qancha turadi degandan keyin keling, ham mahsulot oling, ham biznesini qiling deb odamlarni taklif qilishni boshladim. Va mana shunday bekinib, yashirinib ishlab yurgan davrimda orada 2 oy o'tgandan keyin xo'jayinim bilib qoldilar. Chunki bir kun ertaroq qaytganda meni kichkina qizlarim, voy jicha kech qoldingiz, agar ertaroq kelganingizda rosti ko'p xolalar keladi har kuni biznikiga. Ayam boshlarini yuvadi, kremlar suradi, mahsulotlar sotishadi deb aytib qo'yishdi. Nima deb o'ylaysiz? Meni turmush o'rtog'im shu davrda qo'llab-quvvatladimi? Menga shart qo'ydilar. Yo Oriflame yoki oila. Va meni oldimda 2 ta yo'l. Kechqurun 2 da bitta paket mahsulotni eshik tagida o'tirganman. Yo Oriflame'da tanlashim kerak bo'lgan, yo uyda. Lekin Oriflame'ga qarab, paketimga qarab yig'lardim, chunki orzu qilishni boshladim, maqsad qo'yishni boshladim. Va bir tarafda 3 ta farzand bor, oila muhim. Ishonsangiz, shunaqa qiyinchilikda qolganman. Lekin bilasizmi, bitta narsa borki, mana shu qiyinchilik vaziyati, qiyinchilik o'sish nuqtasi bo'lar ekan. Men tajribamda shuni bildim. Mana shu to'siqqa kelib, boshingiz urilib, qiyin, og'ir vaziyatga tushib qolgan davringiz o'sish davri bo'ladi. Shuni o'zingiz hayotingizda ko'rasiz hali. Haqiqatda orqasida juda katta xayr bo'ladi. Turmush o'rtog'imdan kechirimlar so'rab uyga kirganman, chunki oila muhim. Va bir hafta uzoq uyda jim o'tirdim. Lekin bilasizmi, eski hayotga hech ham qaytgim kelmadi. Chunki Oriflame'da yangi sahifalarim, yangi hayotim boshlangandi. Tariximga hech ham qaytgim kelmasdi. Bir hafta jim o'tirib turdim va keyin bir haftadan keyin Nilufar, maqsading nima edi? Savol berdim o'zimga. Maqsad chet el sayohatini qo'lga kiritish. Xo'p, nimalar qilishing kerak edi? Qiyinchiliklarga chidashga tayyormizding? Sen nima qilding? Sen bitta vaziyat kelganda irodasizlik qilib o'tiribsan. Va o'rnimdan turib, yana bitta zo'r gapim bor. Hozirgilarga ham aytaman. Xo'jayinim kamerasi bormi dedim o'zimga o'zim. Yana sekin ishlashni boshladim. Rosa ham qiyinchiliklar bo'ldi. Ko'p narsalar tariximda ko'p, lekin hozir vaqt qisqa. Nimaga qiyinchilik bo'lsa chidadim. Eng asosiysi, bilasizmi, maqsaddan qaytmadim. Chunki men o'zimga so'z berdim. Farzand uchun ona sifatida so'z berdim. Hamma qiyinchilikka chidayman, hamma yoqdan kechaman. Lekin mana shu biletni bir karra olib, qizimni dengizga olib chiqaman. Endi tushunyapman tortishish qonuni, maqsad kuchliligi, mana endi tushunib yetyapman. U paytda ko'r-ko'rona shu narsaga intilib tushunmagan holatda ishlaganman. Yillar o'tdi, tajriba, o'qish, ilm, bilasizmi? Bu narsalar meni to'g'ri maqsad qo'yishga o'rgatdi. Maqsadli inson hech qachon orqaga qaytmaydi. Qiyinchiliklarga bardosh beradi. Yechim izlaydi. Bizda bilasizmi? Juda ham oson bizda vaziyatimiz bor. Har bitta insonning ichida yashaydi. Yangilikka, qiyinchiliklarni yengib, yangi vaziyatlar topib chiqish
o'qishga emas, osongina yo'q, o'xshamadi deyishga o'rganganmiz. Mana shu qiyinchiliklarda, to'siqlarda paytlar keldi. Qizlarni taklif qilganimda, turmush o'rtog'im kelganda, uyda xonani qulflab qo'yganman. Bilasizmi? Ovozlaringizni chiqarmasdan jim o'tiringlar. Sizni birovni uyda shunaqa qilsa qanday vaziyatga tushardingiz? Savol bering. Mana shu davrlarda, qiyinchiliklarda ishladim. Lekin hech qachon yo'limdan qaytmadim. Va sinovlardan o'tib 1 yil deganda Oriflame kompaniyasida direktor bo'ldim. Bilasizmi? Agar siz o'zingizni yo'nalishingizni topib, atrofga quloq solmasangiz, atrofga quloq solmasdan ishlasangiz, qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar sizda qo'rquv bo'lmaydi. Bizda bilardilaringiz, u paytda Qozog'istondan tovar kiradi. Hammani nakladnoyda formula har xil, chunki o'ziga yarasha hammani hisob kitobi bo'ladi. Odamlar falon direktorda yo'l kira arzon, falonchida nakladnoyda arzon formula hisoblanyapti degan insonlar ham kelgan. Lekin bilasizmi, men qo'rqmasdim, chunki meni atta qo'rqadigan narsam yo'qdi. Bemalol borib arzon joyda ishlang. Hozirgi vaziyatga bog'lasak, hozir ko'p konsultantlarda bahonalar bo'ladi. Voy, arzon, bozorda arzon, qo'lda arzon, bu yoqda qimmat. Siz bozordan mahsulot hech qachon sotib olmang. Chunki отделка mahsulotlar original mahsulotlardan aralashtirgan holatda bir holatlarda tovarlarni sotishyapti. Siz bugun kompaniyaga ro'yxatdan o'tganingizdan keyin sizni onlayn zavodga ulanasiz va o'zingizni shaxsingizga tegishli, hujjatingizga tegishli sizga registratsionniy nomer ochiladi va bemalol siz ro'yxatdan o'tib mahsulotlarni xarid qila olasiz va eng svejisini, originalini olasiz mahsulotni. Mana shunday qilib, men o'zimni ishimni boshladim va ro'ppa-rosa mana shu 9 oy o'tish davrida meni direktorligim tasdiqlandi. Birinchi sayohatim 2009-yilda Antaliya sayohatiga bo'ldi. Va Antaliya sayohatiga turmush o'rtog'im, o'zim, qizim birgalikda bordik. Samolyotda o'tirganimda yig'lab o'tirdim. Ey Xudo, rostdan ham uchyapmanmi? Rostdan ham men ketyapmanmi? Katta liderlardan so'rardim. Yaxshimikin gostinitsasi? Yaxshi joyga olib boradimi? Chunki bepul-ku deb. Nilufar, uspakoysa deyishgan. Sen bor, sen shohona hayotga ketyapsan deb. Lekin ishonmaganman. Ishonasizlarmi? Shu borib gostinitsani ko'rib joylashmagunimcha hech narsaga ishonmadim. Va xo'jayinim bilan joylashdik. Kompaniya bilasizmi? Shunaqangi bir g'amxo'r, e'tirof qilishdan tashqari ona bolalarga ham g'amxo'r. Hamma yuqori qavatli joyga joylashsa, menga kottedj berishdi. Hayronman, nimaga men o'zim ajralib qoldim ulardan deb. Xonaga kirsam, 2 tadan spalni, yotoqlar, детский отдельный, взрослый спальня отдельный, hammom tualetlari 2 tadan, sanuzellari, kolyaskada kirib chiqish uchun deb menga alohida kottejdan joy berishdi. Faqatgina yig'laganman birinchi sayohatda. Dengizlarning bo'yida hojona bilan yurganimda, hojona, menga shuncha ne'mat beryapti Alloh. Nimaga? Men nima qilib qo'ydim bunaqa joylarga? 24 soat tekin oziq-ovqatlar, shohona hayot. Nima uchun men shu yerlarga kelib qoldim desam, hojona aytgan. Dengizga qarab baqiring, chaqiring. Siz bu yil bitta o'zingiz keldingiz. Hali vaqtlar keladi, butun jamoangizni olib kelasiz Nilufar. Siz qila oldingiz. Hali undan ham zo'r natijalarga chiqasiz. Bu sizni birinchi sayohatingiz deb dengizlarda oldida olib yurganlar. Shu kunda kechagidek eslayman. Bilasizmi, hozir ayollar men qila olmayman, meni erim qo'ymaydi, meni qaynam qo'ymaydi yoki
man uyda o'tiraman, chaqalog'im bor desa, man ishonmayman. Chunki aldanmang. Siz faqat o'zingizni aldaysiz. Agar sizda hayotda maqsadingiz bo'lsa, haqiqatda go'zal hayotga intilsangiz, daromad topishni xohlasangiz, o'zingiz ustingizda ishlasangiz, sizga hamma eshik ochiladi. Bilasizmi? Kompaniyamiz mana 6 yildirki, уже 6-yilga o'tdi, qonuniy O'zbekistonda o'zini ishini boshladi. Men faxrlanaman. Mana 5 yildan beri men yakka tadbirkorman O'zbekistonda va judayam yaxshi daromadlarni topyapman. Suyunchi pullarni oldim. Bilasizmi? Mana shu davrda ichida 10 dan ortiq davlatga borish nasib qildi. Nahotki siz hozir internet davrida, rivojlangan davrda mana shu ishni qila olmasangiz, shu qiyin davrlarda uyda o'tirib, ko'chaga chiqmasdan ham shu ishni farzandlarim bilan birga qildim. Bilasizmi? Oriflameda ham ishladim, ham farzandli bo'lishdan to'xtamadim. Hozirda 6 ta farzandim bor, 2 ta kuyovim bor, 2 ta nabiram bor hozirgi kunda. Oriflamega kelib, birinchi orzu qilishni o'rgandim. Orzuni harakatlantirib, maqsadga aylantirishni o'rgandim. Va bilasizmi, eng pulga sotib olmaydigan yaqinlarimni, oilamdan ham, opa-singildan ham qadrdon bo'lgan insonlarni topdim ana shu kompaniyaga kelib. Mahfuza ustozimning bir gapi bor. Oriflame universitetidagi o'qishlar, Oriflame universiteti bergan imkoniyatlar butun dunyo universitetida yo'q deb ishoning. Mana shu universitetda ta'lim olyapmiz hozir ham. Juda ko'p narsani o'rgandim. Bilasizmi? Insonda haqiqiy baxtni kaliti bu progress. Progress teng baxt. Mana shu formula bor. Men shunga amal qilaman. Progressga ega bo'lar ekansiz, butun vujudingiz, butun ruhiyatingiz xursandchilikda bo'ladi. Sizda baxt gormonlari ishlab chiqishni boshlaydi. Ba'zida baxt pulda, imkoniyatda yoki sayohatda deymiz, baxtli bo'laman. Yo'q, u qisqa paytda tugab qoladi. Progress doimiy bo'lishi uchun, baxt doimiy bo'lishi uchun siz har kuni o'zingiz ustingizda ishlashingiz kerak, o'qishingiz kerak, o'rganishingiz kerak. Har kuni agar bitta narsa o'rgandingizmi, siz hayotdan orqada qolmaysiz. Sizga progress kerakmi? Hayotga bo'lgan o'zgartirishingizni, qarashingizni o'zgartiring. Bugundan boshlab qilaman deng. Chunki bizda erta-ku, ertadan qilaman, dushanbadan qilaman. Hammamizda shu narsa bor-a, tanish holat. Voy, bu katalogda aksiyasi unchalik yaxshi emas ekan. Aksenti katalogi yaxshi emas ekan. Nimagadir bu katalog faollik aksiyasi yo'q ekan. Nima qilyapmiz? Bu hayot yetarmikin bizni bahonalar qidirib o'tirishimizga, muhokamalar qilishimizga? Hayot qisqa. 3dan birini bosib o'tdik уже, o'ylasangiz. Va mana shu paytda siz nafsga yo'q deyishni o'rganing. Ertadan qilasan, indindan qilasan desa, yo'q deyishni o'ylang. Ana o'shanda siz o'zingiz ustingizdan g'olib bo'lasiz. Insonga hayot bir martagina beriladi. Men o'zgardim, turmush o'rtog'im o'zgardi. Men o'zgardim, oilam o'zgardi. Men o'zgardim, atrofdagilar o'zgardi. Va farzandlarim Oriflamega kirdi. Direktor bo'lishdi. Shuning uchun farzandi borlar qo'rqmanglar. Sizlarda direktorlar yetishyapti o'sha. Shunaqa qilib sayohatlar olami boshladi hayotimda. Va har yili dengizga sayohatlarga chiqishni boshladim. Menimcha, xuddi ertakda yashagandekman. 10 yil ko'chaga chiqmagan ayol, uyda o'tirgan ayol, birov bilan muloqot qilmagan ayol Oriflamega kelgandan keyin o'zimni yo'nalishimni topdim. Biznes
qilishni boshladim. O'zimni shaxsiy pullarim bo'lishni boshladi. Albatta bu yoqadi har bitta insonga. Daromad topishni boshladim va menga eng yoqadigani atrofdagilarga baxt ulashishdi. Ularni ham go'zallikka olib kirishni boshladim. Chunki men orqali o'zimdaqa omadli insonlar davrasi boshlandi. Bilasizmi? Komandani yangi boshlaganingizda kiruvchilar, chiquvchilar ko'p bo'ladi va tezda inson charchab qoladi. Yo'q, bo'lmagan narsa, o'xshamadi deb. Yo'q, unaqa emas. Bilingki, mana shu kelib ketuvchilarning ichida sizdaqa fikrlaydigan, sizdaqa maqsad qo'yadigan, sizdaqa hayotda o'rnini topadigan insonlar albatta uchraydi. Bilasizmi? Ko'pincha yana bitta xatolik o'tadi insonda. Men kimgadir tegishtirish niyatim yo'q. Bu narsa har bitta insonda bo'ladi. Chunki inson borki, biz haykal jonsiz narsa emasmiz. O'zgaramiz, yig'laymiz, xafa bo'lamiz, yiqilamiz, turamiz. Sizga bitta misol keltiraman. Chaqaloqni oling. Chaqalog'ingiz yurishni boshlaganda u birinchi nima qiladi? U stollarda ushab turishni o'rganadi. Birinchi emaklashni o'rganadi, keyin turishni o'rganadi, keyin qadam bosishni o'rganadi. Yurganda u yugurib ketmaydi, yiqiladi, chizzasi qonaydi. Lekin bironta bolani ko'rganmisiz? Yiqilib tushgandan keyin yurmay qolgan. Yo'q, u chizzasini qoqib, yana turadi, yana esdan chiqaradi, yana yurishga harakat qiladi. Mana shu biz biznesda xuddi chaqaloqdek biz. Turamiz, yiqilamiz. Hayot doim bir xil bo'lmaydi. Hech qayerda. Organizm ham sog' bo'ladi, kasal bo'ladi. Havo ham o'zgaradi, issiq bo'ladi, sovuq bo'ladi. Biznes ham xuddi shunaqa. Bir kun keladi, odamlaringiz ko'payadi va payti keladi, sizda tushish bo'ladi, sinish bo'ladi. Mana shu davrda eng asosiysi sinib qolmaslik. Bilasizmi? Agar mana shu davrda o'rningizdan turib, qo'rquvni yengib yurib ketsangiz, siz yana ham kuchli insonga aylanasiz. Mana shu maqsad qo'yishdagi yana bitta eng keraklik narsa bu manzil, adresni bilish. Qayerga ketyapsiz? A nuqtadan B nuqtaga qanday borishni bilishingiz kerak. Agar siz mana shu narsani yo'lingizni ko'ra olmasangiz, sizda ko'rish bo'lmasa, siz orqada qolib o'tirasiz. Nima uchun maqsadlar amalga oshmaydi? Chunki endi maqsadni bajarishga turganimizda katalogda endi boshlab rekrut qilaman, yozdiraman, harakat qilaman bu oydan deganingizda qator ishlaringiz kelib chiqadi. Va siz mana shu ishlarga chalg'ib keyin deyishni boshlaysiz. Mana shu narsa bilingki, u sizni hozirgi maqsadingiz emas. Chunki u sizni hozir yondirgani yo'q. Maqsadingiz olov bo'lish kerak. Kechalari uyqungizni qochirib, kunduzi sizni harakatlantirish kerak. Agar siz maqsadda birinchi bilingki sabab kelib chiqadi. Siz agar shu maqsadni amalga oshirayotganda, men bugun mana shu maqsadni bajarmasam, nimani yo'qotaman? Yozing. Agar shu sponsorim aytayotgan vazifalarni bajarib, maqsadim tomon harakat qilib, shu maqsadga yetsam, hayotim qay darajada o'zgaradi? Summada yozing. Qancha menga kirib keladi? Oldin sabab keladi, keyin harakat boshlanadi. Agar mana shunday yo'l tutsangiz, bilingki, sizda уже progress boshlanadi maqsadga nisbatan. Kompaniyamiz bizni qo'llab-quvvatlash uchun judayam ko'p aksiyalar, katalogimizda aksiyalar bo'lyapti, rekrutingoviy aksiyalar beryapti. Ulardan bittasi bu birinchi aksiyamiz, bu rekruting aksiyasi.
Nilufar opa, yordam kerakmi? Hozir. Kommentlarga siz hozir chalg'imang faqat. Oh, balli. Ko'rindimi? Ko'rindi. Nima, sumka ko'rindimi? Da, ko'rindi. Marvarid Telegramingizga faqat hashamati. bo'ldi, shu Nima gapiravering. bo'ldi, Mahfuz? Нормально, просто telegramingizdagi сообщениyalarni skritni bosib qo'ysangiz mishать qilmaydi. Skrit все degan tugmani bosing, shu yerda ko'rinib turibdi. Skrit все. Shuni qilib qo'ying, pastga ketsin. Bo'ldimi? Mana ko'p chiqyapti. Da, shuni skrit все degan yozuv turibdi tepada. Shuni bossangiz hammasi pastga ketadi. Mayli, agar qila olmasangiz, в принципе, ko'rinib turibdi. Gapiravering. Davom. Sumka ko'rinmayapti-yu. Bo'ldi, ko'rinib turibdi hammasi. Bemalol davom etavering. Nilufar opa, chalg'imen. Xo'p. Sumka aksiyasi boshlandi bizda, xabarlaringiz bor. Bugundan e'lon qilindi aksiyamiz. Ertaga katalogimizni birinchi kunida уже sumka aksiyasi. Sumkani qo'lga kiritish uchun biz nimalar qilishimiz kerak? Sumkani qo'lga kiritish uchun biz jamoamizga mijozlarni taklif qilishimiz kerak. Ya'ni eng kami 3 ta odamni taklif qilamiz, yangi a'zo qilamiz va ularni har biriga 75 ball bonus ball qilishga yordam beramiz. Agar yana zo'r imkoniyat 225 ball jamoangiz bilan qilishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda 3 dan ortiq bo'lsa yoki mijozlar bo'lsa, ular o'zi uchun mahsulot xarid qilsa ham, jamoangizda 5 ta, 6 ta, 7 ta bo'lishi mumkin. Mijozlarni taklif qilishingiz mumkin. Jami sizni jamoaviy ballingiz 225 ball bo'lsa, siz уже sumka aksiyasini qo'lga kiritasiz. Nima uchun bizga mana shunday rekrutingoviy aksiya beriladi? Sizni qiladigan ishingiz, agar siz jamoangizda ko'proq odamlarni taklif qilib va mana shu insonlarga sumka olishga yordam qilsangiz, sizni jamoangiz o'sadi va siz bemalol sekin-sekin menejerlik pog'onasiga, starchi menejerlik va kompaniyadagi bir qator yutuqlarga ega bo'lasiz. Keyingi aksiyamiz kompaniyamizda agar siz 3-katalogdan 5-katalog davriga qadar siz birinchi tarmog'ingizga ko'plab mijozlarni taklif qilsangiz va jamoangiz bilan 800 ball bonus ballini yig'sangiz, ajoyib chemodan olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Chemodan olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agar siz jamoangizga ko'plab insonlarni taklif qilib, eng kami 50 ball va 5 tadan ortiq yangi insonlar bo'lsa, siz kompaniyamizda berilayotgan aksiyalarda qimmatbaho sovrinlarni yutib olish imkoniyati bo'ladi sizda. Nilufar opa, если slaydlar... Allo, Nilufar opa. Slaydlarda texnический qiyinchilik bo'layotgan bo'lsa, slaydlarni o'chirib qo'yavering, kommentlarga yuboramiz rasmlarini. Просто ikki og'iz aytib ketavering, chunki hamma direktorlar komandasiga berishadi to'liq informatsiyani. Sizga qimmatbaho smartfonlar, notebook
noutbuklar qo'yilgan. Bemalol mana shu o'yinlarda ishtirok etib, sovrinlarni yutishingiz mumkin. Bundan tashqari, eng ko'p odam birinchi tarmog'iga odam taklif qilganlar va eng kami 50 balldan qilganlar orasida kompaniya tarafidan 2 kunlik Dubay sayohati qo'yilgan. Bu mijoz yoki brend hamkor tanlamaydi. Ya'ni mana shu yutuqda bemalol sizni mijozlaringiz ham ishtirok etishi mumkin. Faqat bitta sharti, bu yutuqli o'yinlarda 75+75 ball qilish o'tmaydi. Ya'ni shaxsiy 150 ball qilishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari hozir bizni eng kutilgan sevimli aksiyamiz, butun Oriflame olamidagi hamkorlar kutgan aksiya bu Dubay sayohati, ya'ni menejerlar sayohati. Bilasizmi, bugun shunaqangi zo'r imkoniyatlar bor. Bemalol qatnashishingiz mumkin. Yangi kelgan inson ham hali direktorlik statusiga chiqmasa ham, menejerlik statusida bo'lsa ham, yangi kelgan inson 15% o'zini darajasini 4 marta tasdiqlasa, Dubay sayohatiga boradi va bu 3 kecha 4 kunduz deb e'lon qilindi. Bilasizmi, qizlar, aziz ayollar, opa-singillar, hayotingizni o'zgartirish vaqti keldi. Bugun uy bekasimisiz yoki bir davlat ishxonasida ishlaysizmi, Oriflame sizga qo'shimcha imkoniyatlarni beradi. Ya'ni siz bemalol dengizga sayohat qilishingiz mumkin va Dubayga borish imkoniyati bor. Buning uchun siz ro'yxatdan o'ting va o'zingizni yaqinlaringizni kompaniyaga taklif qiling va bosqichma-bosqich ko'tarilish bo'lishi kerak va bu juda ham oson, qiyin emas. Sekin-sekin berilgan mana shu 10-katalog davrigacha atigi 4 marta tasdiqlasangiz bo'ldi va siz ko'ribsizki, biz bilan mana shu menejerlar sammitiga, konferensiyaga borasiz. Endi keyingi yana bitta zo'r imkoniyatlarimiz, kompaniyamiz yana ham yaxshi ishlashimiz uchun qo'shimcha 15% sizga, bizga skidka beryapti. Mana shu haftaga bugundan boshlab hamma tanishlarni taklif qiling. Endi brend hamkorlar 20% chegirma olayotgan bo'lsa, hozirgi kunda mana shu haftada tezroq buyurtma qilsa 35% skidka oladi va mijozlarimiz 15% chegirma boshida olib zakaz olishayotgan bo'lsa, yana qo'shimcha 15% kompaniya tarafidan beriladi. Va bilasizki, bundan tashqari bizda davom etib kelayotgan aksiyamiz, ya'ni Orzungga ishon degan aksiyamiz bor. Bunda 23% direktorlar va undan yuqorilar qatnashadi. Bular Maldiv orollariga yoki har bitta insonni orzusi bo'lgan umra ziyoratiga bepul 2 chiptani yo'llanmani qo'lga kiritishadi. Bilasizmi, har bitta insonda orzusi bo'ladi. Qaniydi ota-onamni hajga jo'natsam, qaniydi qaynonamni, qaynotamni hajga jo'natsam yoki turmush o'rtog'im bilan borsam degan niyat har bitta musulmonga xos niyatdir. Hozir ro'zai Ramazonda turibmiz. Hammamiz niyat qilaylik, Allohning uyini yana qayta ziyorat qilishlikka. Va bugun Oriflame bizga umra ziyoratini ham berib turibdi. Bundan tashqari oltin konferensiyalar, ya'ni Abu Dhabi sayohati 2025-yil uchun oltin direktorlar va yuqorilar uchun yana bitta sayohat. Direktorlar uchun direktorlar oqshomi, bu bir yilda bir marta bo'ladigan ball. Ya'ni siz shunaqangi hashamatli joyda, shohona dasturxon atrofida o'zingiz xohlagan bitta yaqin insoningizni taklif qilib banketga olib borish imkoniyati bo'ladi. Bugun agar sizda ozgina bo'lsa ham uyg'otalgan bo'lsam,
baxtni ozgina bo'lsayam sizga